Tohir Malik shukur deyin qurbonlari chiqdi yo'ldan desam, banditlar bilan qimorbozlar orasida bitta yozuvchi bilan bitta shoirga balo bormi mazgi deb o'tashgan. Xuddi shunday deganlar. Ha, shunaqa degan. Keyin kitobda yumshoqroq qilib berdim-u, lekin shunaqa degan. Keyin men aytdim, o'zi 12 qator bo'lsa, uni 10 qatori qoldi. Uni qanaqa qo'shiq bo'ladi-yu, qanaqa qilib aytiladi desam, agar yaxshi qo'shiq bo'lsa, yillar davomida aytilaveradi dedi. Mana 33 yil, 32 yil bo'ldi. Haligacha Azim Mullaxonov aytadi. Qalay bizni qo'shiq deb Azimjondan so'rasam, to'ylarga borsam cho'ntaklarimni bo'shatib tushaman shu qo'shiqda aytsam va cho'ntaklarimni to'ldirib chiqaman. Ha, unda yaxshi ekan. Taksilarga chiqib qolsam, bepul olib kelib qo'yadi uyimgacha ba'zilari. Shuni bilgani uchun. Hayot gulzor deya kezdim, tikonlari chiqdi yo'ldan. Neda tikonlari turfa, ilonlari chiqdi yo'ldan. Tilindi qalb, shilindi til, baloyi nafs bo'ldi g'olib. Qimorga boy berildi or, pushmonlari chiqdi yo'ldan. Ko'ngil berdim, yora nogoh, axtarib men tasallolar, zahar handa qildi ag'yor, yomonlari chiqdi yo'ldan. Zamon haqqa tegishli deb, necha fursat qildim sabr chektirib necha sohib zamonlari chiqdi yo'ldan. Bu bir qismat dedim balki, peshonamga yozilgani, Xudo urgan shaytanatning shaytonlari chiqdi yo'ldan. Bormi biror xayrixohim va yo hamdard muhabbatning? Tohir Malik shukur deyin qurbonlari chiqdi yo'ldan. Shunaqa she'r.